Mahina va K-pop olamiga yana bir bor xush kelibsiz. Bugungi mavzuyimiz ko'rib o'tganingizdek Jungkook bilan Yoongi. Ha, bu yerda Jungkookga hate qilishdi, Yoongini esa naborot maqtashdi, lekin Yoongini ortida ham hate bo'lgan albatta, lekin qilgan ishi hammani lol qoldirdi. Keyin birinchi Yoongi haqida gaplashamiz. Yoongi armiyadan chiqib, sразу же xayriya qilishni boshladi. Ya'ni 5 milliard won больница yangi больница lecheniya oladigan больница qurilishiga yordam qilishni boshladi. Bundan tashqari, nafaqat hozir endi e'tiborimiz bu haqida, armiyadan chiqmasidan 2 oy ichi davomida Yoongini o'z hissasini qo'shgan, u yoqqa borib qatnashgan va bola bilan suhbat olib borgan. Bolalarni har xil gitaraga qo'shiq aytish yoki qanaqadir o'yinlarni o'ynab, har xil vazifalar qilib, ular bilan birga vaqt o'tkazgan. Keyin bu haqida gaplashishdan oldin Yoongini hamma qilgan narsalarini aytib o'taman. 18-yildan boshlab Yoongi 100 million won hadya qilgan. Kimga? Imенно детдомli bolalarga hadya qilgan 100 million won. Undan tashqari 19-yilda rak kasali bilan bo'lgan bolalarga ham hadya qilgan, yana 100 million won qilgan. Koreyada bilasizlar, har xil yong'inlar ko'p bo'ladi, ayniqsa bahor oyida va Yoongi mart oyida yana 100 million won shu imенно pojarlarni, yong'inlarni oldini olish bo'yicha pul berib o'tgan. Covid bo'lgan paytda esingizda bor bo'lsa, Yoongi yana bir bor 100 million won hadya qilgan, чтобы Covidni oldini olib, hamma lecheniyaga yordam berib, mana shu pulni shu hissiga ketkazish uchun. Esingizda bor bo'lsa, Turkiyada yer qimirlash bo'lib o'tgan. Undan tashqari ko'p shaharlarda yer qimirlash bo'lib chiqqan va Yoongi albatta 100 million won hadya qilgan, mana shu yer qimirlashlarga bo'lgandan keyin yordam berish uchun. To'xtaylik, men hali tugatmadim. 25-yilda esingizda bor bo'lsa, Koreyada ham yong'in bo'lib o'tdi, xuddi Los Anjelesga o'xshagandek. Koreyada ham yong'in bo'lib o'tdi o'rmonda va unga ham 100 million won bergan. 25-yilda armiyadan chiqib, даже chiqmasdan oldin aytib o'tganimdek, Yoongi 5 milliard won hadya qilgan. O'zi 23-yildan boshlab shu imенно doktor bilan birga ko'rgan bo'lsanglar rasmda, shu doktor bilan birga ish olib borib, pullarni sekin-sekin yuttirgan. Prosta biz bu haqida menimcha bilmaymiz. Ammo ish olib borgan shu doktor bilan va bitta narsani eslatib o'tmoqchiman. Yoongini ikkita orzusi bo'lardi. Birinchisi sahnada qolib zavq olish sahnadan, to есть artist bo'lib katta bo'lish. Ikkinchi orzusi esa psixoterapevt bo'lish. Da, noto'g'ri eshitmadinglar. To есть Yoongi psixoterapevt bo'lgisi kelardi har doim yoki psixolog bo'lgisi kelardi. Чтобы mana shu bolalarga yordam berish uchun va albatta o'zi litsenziyasini olmay unaqa qilib, balki o'qiyotgandir doktorlik, sizlar qayerdan bilasizlar. Lekin Yoongi har doim xohlardiki, mana shunaqa bolaga mana shu qolib ketgan, to есть siqilayotgan yoki har xil rak kasalligimi yoki любой kasallik bolalarga imенно yordam qilish uchun mana shu summani qo'ygan. Больницаga 23-yildan beri shu planlar, rejalar tepaga olib chiqilgan. Bu loyihani ko'tarilayotgan paytda Yoongini o'zi ham bosh bo'lib turgan va qatnashgan. Har xil konferensiya bo'ladimi, har xil savol-javob va hamma narsaga xuddi o'zi qotgandek faqat hamma narsada qatnashgan. Va albatta bolalar bilan birga suhbat olib borgan, bolalarga gitarada chalish yoki qo'shiq aytishni o'rgatgan va ularni ko'rib, ko'rsanglar rasmda xursand. Bolalarni ko'ryapti, bu xursand. Ya'ni Yoongi shunaqa odamki, yaxshilik qilayotganda xohlamaydi, чтобы kimdir bilish uchun. Bilmasligini xohlaydi. Yoongi har doim jim bo'lishni xohlaydi. Yoongi unaqa ko'p o'ziga jalb olishni xohlamaydi. Shu sababli bir kuni doktorga armiya bemor kelgan, so'ragan, mana shunaqa endi bildim sizni больницangizda mana shunaqa narsa bor ekan, Yoongi qatnashgan ekan, hatto u nima uni aytmadinglar deb so'raganda armiya doktor esa javob bergan, что Yoongini o'zi bizga aytdiki, что hech kimga tarqatmasligimizni, ya'ni nafaqat doktorlar, nafaqat больница, nafaqat mana shu ota-onalarga hammaga iltimos qilganki, bolalarga bo'ladimi, ota-onaga bo'ladimi, чтобы bu narsa tarqalmasligiga. Bir kuni kichkina bolacha Yoongini yoniga kelib aytibdi: "Ustozmin, men gitara chalishni bilmayman, hamma biladi, lekin men eplolmayman" deb aytibdi. Yoongi esa bunga javob berdiki, hech qisi yo'q, musiqa bu sening ovozing. Birga ishlagan doktor aytishi bo'yicha Yoongi har doim birinchi bo'lib kelardi. Yarim soat, 1 soat oldin uje tayyor turardi hammadan birinchi bo'lib. Doktor o'ylaganki, Yoongi eplolmasligi mumkin, boshqacha bo'lishi mumkin, lekin Yoongi sразу bolalar bilan birga til topishib, birga o'ynab, kulgan. Juda ham baxtli ko'ringan meni ko'zimda deb doktor javob beradi.
Yaqinda chiqqan xabarlar esa o'zligi, больницani o'zligi aytib o'tgan. Yungi emas, hype emas, именно больницani o'zligi shu ommaga chiqarishgan shu haqida Yungi qilgan ishiga. To'g'risi bilmayman, men Yungini juda ham yaxshi ko'raman, to'g'risi. Prям beyasim bo'lmasa ham, lekin men от души yaxshi ko'raman. Shunga hamma beyasim deyman. Chunki Yungi boshqacha odam. Beku odam, hech kimga aytmaydi, lekin u shu narsani xohlaydi. Esingizda bor bo'lsa, aeroportda shu voqeani aytib o'taman. Aeroportda savol berishgan, nimaga tez yurasan aeroportda? Chunki hamma chiqqanimda hey qilib rasmga tushib ketadi memorlar. Lekin Yungi hech kim rasmga tushmaydi, hech kim bilan sallashmaydi, sразу qilib o'tib ketadi. Nimaga? Chunki Yungi kimdirga xalaqit berishni xohlamaydi. Nimaga? Aytishi bo'yicha bir kuni qaysidir payt shunaqa bo'lganki, odamlar ko'p bo'lib ketgan, bir-birini itarishgan, qilishgan, odamlar to'g'risi noqulay o'zini his qilgan va albatta undan tashqari Yungi chiqishayotgan paytda endi ko'p odam kutadi, bu bir слишком ko'p odam bo'ladi, keyin bir-birini talkashib qo'yadi, yana chiqayotgan именно passajirlar ham aeroportdan chiqayotgan odamlarga ham noqulaylik yaratishi mumkin. Shu sababli Yungi tez yurib ketadi, чтобы hech kimni ushlab qolmasligi uchun va kimlarga xalaqit bermasligi uchun. Hammanglar mendan so'radinglar, qani Yungi, nima qilyapti Yungi? Yungidan xabar bormi? Mana Yungi mana narsa bilan shug'ullanayotgan bo'lgan, lekin hech kim buni bilmagan. Undan tashqari Yungi sразу armiyadan qaytib xat yozgan. Sizlar aytdinglar, nega Yungi chiqmadi? Nimaga hype anaqami, tipa unga protiv chiqyaptimi, unga qarshi chiqyaptimi deb ko'pchiliklar aytdinglar, lekin yo'q. Bu unaqa emas. Hype hech qachon qarshi chiqmaydi o'zining artistlariga. То есть, mana BTSga bilmagan, boshqa artistlarni bilmayman, ammo BTSga точно qarshi chiqmaydi, chunki BTS hype ko'targan. То есть, hype bo'lishiga sababchi BTS bo'lgan. Kelinglar shunga kelishamiz, что bu shunaqa. Bu fakt. Shu sababli BTS chiqqandan keyin, Yungi chiqqandan keyin xat yozgan. Va hatto hech kim uni uchratmagan. Nimaga? Chunki Yungida alternativni, o'zbekcha bilmagan qanaqa bo'ladi, uzr, lekin alternativni slujba degan narsa bor. Ya'ni u o'zini armiyaga xuddi uyga borib, ertalab turib, ishga borib, keyin yana qaytib, kechqurun uxlab, yana turib, shunaqa bo'lganday bo'lgan. To есть, ya'ni xuddi ishchi oddiy boradi-yu, ertalabdan soat bilmagan 8 dan borib, 6 gacha ishlash, shunaqa ishlab kelgan va uyga qaytgan. Ya'ni bu bemalol o'zini vaqti bo'lgan. Bemalol uni shanba, yakshanba kunlari ishlamagan, например-da, yoki naborot ishlamagan. Yungi shunda o'zi borib kelib shu bilan shug'ullanishni boshlagan. Yungini kompaniya по-любому ko'rgan, har doim gaplashib o'tirishgan. Qolgan memberlar ular 2 yil haqiqatan bo'lmaydi. 1 oyda bir marta dam olishga chiqsa katta gap, lekin haqiqatan ularni 2 yil ko'rmadik memberlarni. O'shanga shunaqa kutib olishdi hamma. Yungida esa boshqacha bo'lgan. Uyga kelib, borib yurgan, ishlagandek. O'shanga bu sababli menimcha hech kim ularni ko'rishmadi, balki ko'rishgandir, Yungi xohlamagandir buni ommaga chiqarishga. O'shanga ham esingizda bor bo'lsa, samolyot bilan bo'lgan voqea shu bo'lganda, to есть uyga qaytayotgan paytda shu narsa bo'lib o'tgan. Va albatta xatida Yungi rahmat degan hammaga va albatta kechirim so'ragan. Sizlar o'qib chiqsanglar bo'ladi xatini, lekin kechirim so'ragan. Опять mana memberlardan, fanatlardan kimdirga o'tgan yilgi bo'lgan voqeaga yana kechirim so'rab o'tgan. So'z berib, что boshqa unaqa qilmaydi. Yungi komon, unaqa hech narsa qilmagansiz. Просто yiqilib tushdi, bo'ldi. Hech kimga xalaqit qilgani yo'q. Mahalla mana qarag'ayman shu anaqa militsionerlarni, politsiyalarnicha shunaqa qilgani uchun. Esimizdan chiqazamiz bu narsani. Yungi bilan hamma narsa yaxshi. Yungi o'z ishini davom etyapti va aytib o'tadigan narsam, ko'pchilik aytayaptiki, Yungi 18-iyunda chiqdi, 21-da emas. Hatto ofitsial joylarda 21-iyunga chiqqan bo'lish kerak deb aytib o'tilgan. Nimaga? 18-deyishyapti. Bu balki sluhidir. Balki prosta aytib o'tyapti. Balki u rost emasdir. Kim biladi? No, men bilishimcha, Yungi o'zini oddiy kunlarida ham ishlagan. Shu sababli o'ziga vaqt yutib olgan. To есть, vaqtliroq chiqishga harakat qilganda, boshqa meni charchab ishlab o'ziga oddiy olmaganda, oddiyda ham ishlavergan, dam olish kunlarida ham ishlaverganda, mana shu o'ziga vaqt yutib olgan. Oxirida shu tezroq chiqish uchun. Undan tashqari aqlli o'zicha heyterlar. Uzr, lekin men chidolmayman. Короче, heyterlar men tashqotgan paytimda endi bildim, что kelib armiyadan chiqdi, endi BTS hamma yo'lini bilasizlar, hamma yo'lini egilab olishadi va kimdirlar jahli chiqyapti. Albatta hamma qo'shilishib, ko'pchilik odam bo'lib
repetitsiya yozishgan. Buni ham qanaqa o'zbekcha bo'ladi bu? Вот, KBSga, ya'ni KBSga Yungi umuman chiqmasligini. KBS bu koreyskiy TV kanal va YouTube'da mashhur va shu orqali umuman chiqmasligini xohlashdi. Yana bir bor aytib o'taman, Yungini judayam hurmat qilaman. Bu bilmayman, boshqacha odam baribir, men hamma o'zini birovni niqasini qoplaydi-yu, lekin Yungi har doim aytganki, xohlamagan hamma narsani ommaga chiqazurib, o'zi ham aytgan, agar mana shu samokatdan bo'lgan voqea bo'lmaganda edi, Yungini biz rovna 2 yil umuman ko'rmasdik, to'g'risi. Umuman ko'rmasdik. Armiyaga ketishdan oldin Yungi aytib o'tganki, rovna 25-yilda ko'rishamiz sizlar bilan degan. Ya'ni uni orasida ko'rishingiz degani. Aytib o'tgan o'zi. Ammo shunaqa hodisa bo'lgan, ha mayli, nadeyis Yungi bu narsani esidan chiqardi va unaqa yaqin olmayapti. Hatto bilim turibdi, shu yaqin olyapti hamma narsani, lekin baribir ham bu kulgili holat, to'g'risi. Yanada kulgili holat Jonguk bilan yaqinda bo'ldi. Ya'ni Jonguk armiyadan chiqqandan keyin hit tushdi. Nimaga? Hozir aytib o'taman. 13-iyunda esingizda bor bo'lsa, Facebook o'tdi va J-Hope oxirgi konserti bo'lib o'tdi. Shu konsertda Jonguk va Jin sahnaga chiqib qo'shiq aytishgan albatta va o'sha repetitsiya qilishayotgan paytda Jongukka kepka bilan birga ko'rishdi. Kepkani yozig'i esa Make Tokyo Green Again. Shu so'zlar deb Jongukka hate qilishni boshladi. U nima degani? Bu so'zlar sal ozgincha Trampga tegishli bo'lgan. Ya'ni o'sha politikaga qo'shilamiz hozir bu yerda va politikaga qo'shilgan holatda bu Tokio haqida ketyapti. O'zi Amerika deb aytilgan, USA deb yozilganmi Tramp so'zlari bilan, lekin o'tda Tokio deb yozilgan. Nima bilan aloqasi bor? Sizlarga aytib o'taman. Yaponiyada bitta gubernant ayol kishi bor, ismi yo'q, lekin shu ayol kishi har doim Trampdan qanaqadir so'zlarni olib, o'zinikiga qilib olib, tipa Amerika so'zi o'rniga Tokio deb qo'yib qo'ygan va bilasizlar, Tokio bilan Koreyani orasida qanaqa bir-biri bilan kelishmovchiligi sal bor. Urush bo'lib o'tganroq va bu yerda Koreyaga tegishli emas, to есть qanaqa desa bo'ladi? Noto'g'ri so'zlar deb bilishgan, ayniqsa koreyskiy netizenlar. Biz uchun bu norm. Koreyskiy netizenlarga bu juda ham yoqmadi. Kepkani brendi Basics albatta shuni ko'rib, Jonguk kiyganini ko'rib, srazu hammaga tarqatishni boshlagan, что mol bizani kepkamizni Jonguk kiydi va albatta aytib o'tishdiki, Jonguk kiygandan keyin bu kepkani hamma yoqda sold out bo'ldi. Ya'ni hech qanaqa reklama nimadirlar bo'lmagan. O'shanga hamma artistlar, Ahmed Bersela, endi hamkorlik bo'lgan brendlarni kiyimini kiyib yuradi. Nimaga? Chunki birinchidan ular hamkor, ikkinchidan ko'rsatish kerak emas kiyimlarini va albatta keyin sold outga boradi, chunki bu BTS axir bu nafaqat BTS, hamma idollar. Undan tashqari agar boshqa brendda kiyimni kiyadigan bo'lsa, artistlar va srazu uni ko'rishadi, to есть fanatlar ko'rib shu kiyimni xohlab qolishadi. Albatta xuddi shu narsa, xuddi shu holat bo'lib o'tdi. Jongukdan shu kepkani sold outga chiqarishdi va albatta Jonguk buni ko'rib nafaqat mana shu sold out mayli bunisi tursin, mana shu hate bo'lish boshlashini srazu bilib, vaqt ozgincha bo'lib o'tmay, srazu uzr xatini yozib o'tgan Vibersda. Bundan keyin Jonguk uzr so'ragandan keyin xatni eshitgan bo'lsanglar, Jonguk hamma narsani srazu yig'ishtirgan. Bu nimaga olib keladi? Ya'ni nafaqat Yaponiya bilan Koreyani bir-birida nimadir bo'lgan mana shu muammolarning ichiga aralashgan, balki boshqa narsaga ham aralashgandir. Vibersda hamma fanatlar eshitdiki, hammasi normal, hammasi ko'nchana, it's okay debdi, lekin bilasizlar, endi koreyskiy netizenlar bilasizlar qanaqa. Yungini agar anitda bitta yiqib tushgani uchun hate qilishgan bo'lsa, Jongukku вообще gapirmasa bo'ladi. Xo'p, bu mavzuni yopamiz va keyingi mavzuga o'tamiz. Yana Jonguk bilan birga albatta. Armiyadan qaytgandan keyin Jonguk va hamma memorlar bilan birga Xitoydan bitta ayol kishi, 30 yoshli ayol kishi kelib, Jonguk uyini tagida 10 soat Jongukni kutgan. Bilgan nimaga nima kutgan o'zi? Kelib uni Jonguk quchoqlayermidi uni va qalay samal uchun keldingmi deb aratamasmi? Va albatta bundan keyin nimadirlarni payqashgan, keyin kimdir militsiya chaqirgan va so'roqqa olib ketishgan uyga turganini. Va endi tasavvur qilinglar, idolga qanaqa ta'sir qiladi bu? Nafaqat Jongukka, balki ko'pchiligiga, ko'p idollarga. Hamma Jonguk kadrisi bilib olgandan keyin o'tgan videolarimda aytib o'tdim sizlarga, уже вообще himoya yo'q. Himoya bo'lsa ham, baribir bu uchastik, bu qanaqadir kompleks emas, taxlanib turadigan
bu yerdan odam yonidan bemalol yurib ketib rasm tushib bemalol bilgan narsasini qilib yura oladi va bundan keyin qanaqa qilib xavfsizlik o'ziga cho'nguk ta'minlashi mumkin. Ta'sir qilgan narsasi bu yaqinda Koreyada vыбор bo'lib o'tgan, ya'ni prezident tanlovi bo'lib o'tgan. Undan tashqari boshqa artistlar ham qaysidir artist esimda yo'q ismini, lekin prosta qizil rang futbolka kiyib chiqqandan keyin xarid qilishdi. Nimaga? Chunki qizil rang futbolka kiyib chiqdi. Tushuntirib o'taman nimaga. Prezident vыбор bo'lib o'tganda ikki xil rangi ajralgan. Bitta prezident ko'k rang, ikkinchi prezident qizil rang bo'lgan. Va shu sababli ular o'ylashganki, "Vot, u значит, mama prezident qizil rangli prezidenti bo'lib o'tadigan vыборda o'shanga значит ovoz beryapti" deb aytishgan netizenlar. Undan tashqari eng kulgili narsasi, aydillarga вообще ruxsat yo'q hozir, yoki bir ko'rsatish yoki ikki ko'rsatish. O'shanga rasmiy tushayotgan paytda bundoq qilib tushadi-ku, bundoq qilib tushadi. Hozir Koreyada zapret. Wow. Xo'p, bu juda ham kulgili, chunki unda tushish, endi bilasizlar, biz garsadan olganmiz. Buni faqat men uchun, nafaqat просто rasmga tushish uchun. Men uchun язык жестов, bilasizlar, mana shu tilda mana shunaqa degani pis degani, то есть bundoq qilishadi-ku. U pis degani sen mir degani, то есть hammaga yaxshilik tilayman degandek ma'no olib keladi. O'shanga qiyinchana, okey, всё, нормально. Ammo bilasizlar, qiyinchilik qanaqaligini, оказывается, bir ko'rsatsanglar bu birinchi prezidentni tanlab olasizlar, ikki ko'rsatsanglar ikkinchi prezidentni yonini olasizlar deb javob berishdi. O'shanga ahamiyat bersanglar, aydinlar endi bundoq qilib o'tgan bo'lsa, bundoq qilib ketishyapti. Videoda ko'rayotgan bo'lsanglar, mana boshda o'yladim, bo'lyapti, nima bo'lyapti desam, оказывается, shu prezident vыборлariga tegishli ekan. Bilmadim, qachondan beri prezident vыборлari ranglar bilan bir ikki qo'l qilish ega bo'lib olishdi. Okey. Shu bilan yomon xabarlar bilan yaxshidan boshlab yomon xabarlar bilan videomizni tugatamiz. Надеюсь, sizlarga yoqdi va albatta ahamiyat berdim. Oxirgi moment aktivnostlarim tushib ketyapti. YouTube'da ham bilaman, maydorman. Ko'p chiqmaganim uchun balki, lekin опять-таки sizlarni qo'llab-quvvatlashinglarga men juda ham zorman. Вот, o'shanga keyingi videoda ko'rishguncha albatta esingizdan chiqazmanglar meni kosmetika magazinga obuna bo'lish, Keyland, va albatta Instagramga. Опять-таки Instagramda juda ham ko'p narsa qo'yaman, juda ham harakat qilaman Instagramda, chunki Instagramda kichkina roliklar bo'lgani uchun mayli, o'shanga sizlarni o'sha yerda ham platformada kutib o'taman. Esingizdan chiqazmanglar. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Men shunga amin bo'ldim. Sizlarni ko'rganim uchun xursand вообще bo'ldim. Именно BTS partisida ham, Black Swan konsertida ham ko'pchilikdan ko'rganman. Juda ham xursand bo'ldim va juda ham qadrlayman sizlarni. Albatta xohlab qolardimki oxirigacha birga bo'lishimizga. Va sizlar aytib o'taman, bitta kichkina orzuyim bor. Men YouTube'dan, endi hamma so'rayapti, YouTube'da pul olasizmi yo'qmi? Yo'q. Men YouTube'dan pul olmayman umuman. Boshda harakat qildim, lekin har xil o'zini muammolari bor. Bizda bilasizlar, monetizatsiya degan narsa yo'q. Shu sababli men YouTube'dan olmaganman, lekin juda ham xohlaymanki, pul kerak emas ladmi. Men juda ham xohlayman, bir kun 100 mingta obunachi bo'lib yig'ilsak, shu knopkani juda ham orzu qilaman. Mana shu YouTube knopkasini, birinchi knopkani o'shanga bilmayman, juda ham xohlab qolardimki, bir kun shu knopkaga ega bo'lish. Sizlarni yaxshi ko'raman. Sizlar bilan keyingi videolargacha ko'rishguncha xayr.